Assalomu alaykum fuqarolar. Mana bugun Agrobank Qo'qon filialida mijozlar bilan shu jarayon ketmoqda. Bundan asosan shu mijozlarni talab va takliflarga asosan shu mahalla bankimizda sizlarga bor kreditlar taklif qilish va ularga kredit ajratish bo'yicha uchrashuv tashkil qilingan. Kimda qanday savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men Chak mahalla fuqarolarining yig'inidanman. Jo'ramizlar Qo'shimjon. Hozirgi kunda ishsizman. Menga qanaqadir imtiyozli kreditlar bo'lsa Agrobankda haqida ma'lumot bersangiz. Hurmatli fuqaro, bizda Agrobank filialimizda hozirgi kunda kredit paketlarimiz 3 xil ishsiz fuqarolarga 3 xil kreditlarimiz bor. Bunda biznesga birinchi qadam 5 millionlik kredit, bunda erkaklar 25%, ayollar 23% beriladi va undan keyin biznesga ko'mak kredit dasturimiz bor. Bunda 17 million so'm 6 oy imtiyoz davri bilan 4 yilga beriladi. Bunda xuddi shunday erkaklar 25, ayollarga 23% dan ajratiladi. Va kafillik asosida mahalla loyihasi dasturi doirasida kreditlarimiz mavjud. Bunda siz ishsiz, davlat ishda ishlaydiganmi kafil topasizda, shu kafilda ish haqqiga kelib chiqqan holatda biz sizga 50 milliongacha bo'lgan summa taklif qilamiz. Bunda kreditlar xuddi shu erkaklar 25, ayollarga 23%. Endi bunda kreditni olgandan keyin albatta shu o'zingizni o'zingiz band qilasiz. Shu bandlik qilganingiz to'g'risida shu yo'nalish bo'yicha tadbirkorlik qilib boshlaysiz. Misol siz oldin hunarmandchilikda shug'ullangan bo'lsangiz, aktsiya chiqarishda shug'ullangan bo'lsangiz, sizga o'sha mahalla loyihasi dasturida 50 million so'mgacha akfa o'sha material jihozlarni sotib olish uchun kredit ajratib berib va uni o'sha o'zingiz yo'nalishingizni, ishingizni yo'lga solish maqsadida boshlang'ich shu moddiy yordam berib boramiz. Bunda siz ma'lum muddat davomida o'sha kreditni olib faoliyat yuritsangiz va undan keyin sizni taklif qilamiz MCC yakka tadbirkor bo'lishga. Unga qarab qilsangiz, hisob raqam ochasiz Agrobankdan, ochganingizdan keyin 1 yil mobaynida unga soliq to'lashni davom etsangiz va sizga bankimizda yuridik mijozlarga ajratilgan kreditlar bor. 312-sonli qaror bo'yicha unda o'sha yuridik shaxslarga aylana mablag' ishlab chiqarish maqsadida 7 yilgacha 2 yil imtiyoz davri 5 yil tanasidan qaytarish nimasida kredit ajratamiz. Buni foizi erkaklarga 21%, ayollarga 19%. Bunda ayollar yo ta'sischi yo firma rahbari bo'lishi kerak. Endi bu kreditimiz 100 million so'mgacha garovsiz garov taqdim etmasiz, sug'urta bilan amalga oshiriladi. Agar 300 million olmoqchi bo'lsangiz, shu biznes planingizdan kelib chiqib bizga taklif qilsangiz, bunun bo'yicha biz keyin sizni o'sha holatingizni tekshirib qo'yib taklif qiladi. Agar 300 million so'mlik kredit olmoqchi bo'lsangiz, bunga garov depozit, garov o'sha qo'shishingiz kerak. Garovga qanday ko'chmas mulk yoki moddiy tovar, moddiy boylik qo'shishingiz mumkin. Shu holatlarda sizga tadbirkorlik qilish yuzasidan kreditni ajratib, o'z faoliyatingizni yuritishingizga yordam berib ko'maklashamiz. Asosan shulardan iborat.